Bugün sizlar bilan molla haqida gaplashamiz. Doğru eshitdingiz, molla. Fermadamiz. Boshqacha tushunmang. Fermadamiz. Hozir Ro'shanbek do'stimiz yana kelganmiz. Nechun aynan fermadamiz bugun? Chunki Qur'onlikqa 2-3 kun qoldi. Bu yerda sizga mol qidirib yurgan donishlar bo'lsa, videoni tashlang. Mol haqida iloji boricha ferma haqida podrobniroq ma'lumot berishga harakat qilib ko'ramiz. Görüşverdik, yine bir görüşveraveramiz ha. Hamma görüşdik. Assalomu alaykum. Firma adresini tushuntiraman. Shara Dimyaqin. Shara Dimyaqin. Shavot yo'ldamiz. Poskaydan, Rasinta Poskaydan 3-3,5 kilometr chiqadi. 3-3,5 kilometr. Qiladaman toza zavodidan 500 metr. 500 metr yetib o'ngga kirasiz. Endi firmada menga eng yoqqani uzun bo'ldi. Uzun bo'ldi. Ro'shanbek bu yerni o'yin maydoni necha? 500. 500 metr. Yo'q, 5000 kvadrat. 5000 kvadrat. Yarim gektar. Yarim gektar. Qurilish asti mal saqlaydigan ayandan ariq skladlar o't saqlaydigan o'xshaydi. O chetdagi o't, bergi o'rtadagi yem sklad. Yem sklad. Bu yerda molxonasi ko'pmiz. Necha mol ketadi bu yerga? Endi baylab baksangiz bir 20 dan ziyod ketadi, 30 ga yaqin ketadi. 30 ga ketadi. O'zi umumiy fermani ichani, ko'chasi sig'diradigan sig'imi necha molmi? Bir 70-80 sig'adi. Banda bir ko'ramiz bor, banda 2 ko'ramiz bor. Boş yer qo'yadigan sharoit ham bor. Boş yer qo'yadigan. Ha, baylab bakadigan, sig'ir yer. Banda yana boş yer ichandan girib chiqib yuradi-da. Og'izdan ham molxona. Shu eshikka bakib yurib, shu molxona. Ya'ni biletnidan bana chiqib yuradi. Imxona xodimlarniki o'xshaydi. Bu tualet banisi, banda qarovulxonasi yotib turadigan yeri. Hozir necha mol bor? Hozir bir 19-18 mol bor. Mesela shularni ko'ramiz, keyin Bir turlari. onisi o'kitcha, qolgani sig'ir qachar. O'kitcha degani erkak. Sig'ir degani sut beradigan. Bu gap shu. Endi uni men o'zim kirvorlikqa yaxshi niyat etib, zo'rlari bor. Zo'rlari bor. Eng kichkinasini chekla hozir bizada bu yerda endi 700 kilo eng kichkinasi. Живой. 700. Mikrofon ishlatar ekan, men kirgasan. Bu yana eng kichkinasi. Shu 700 kilo. 700 kilo. Moldin mol ekan bu. Shular parodasi simental. Simental. Bu nerniki bu? Bu avstriyskiy bo'ladi, germanskiy bo'ladi. Bizning moldan nousi foydasi ko'p, dumishli. Tez o'sadi. Ham buni xodovoyiligi tez o'njayadi. Buni kichkina toza doğilgani o'zi $1000. $1000. Go'shtning ta'midan nima farqi bor? Go'sht ta'mida hech ta'mi. Go'sht yog'siz bo'ladi buni. Yog'siz bo'ladi. 1 gram yog' atmaydi. Simentalda ham bor. Anguslarning ichida eng zo'ri limuzin, simental bo'ladimi? Birdan avval limuzin unda ko'rsatamiz uni. Bularni sig'iri necha litr sut beradi? Sig'iri simentalniki bir 25-30 atrofida beradi. 20 dan azangacha. Общий. Ishi mol bir kundan necha so'm ko'rajaydi? Bir kunda bir 60 ming, 50 mingdan ziyod bo'ladi. Biz endi shu vaqtda hisoblaymiz. Hozir yem ham qimmatlar. Может 60 mingdan ziyoddir, может 50 dan ziyoddir. Grubisi shu 60 ming. Buni sut uchun baksa effekt beram. Sut uchun sig'irini balasini olasiz axir. Balasini. O'zi balasi bir 4-5 oylik vaqtida 25-30 millionlik bo'ladi. Tina yer qo'ygan taqdirda ham. Sizlar doğdurasizlarmi balasini? Bu yerda yo'q, bu yerda doğduramiz. Keladi, bo'g'oz holidan sotamiz, yo doğduramiz, sut ham bo'ladi, o'kitcha bo'ladi, farqi yo'q. Firmani asosiy mablag'i samarqand boqishdanmi yo doğdurishdanmi? Bize ko'pinchalik sig'ir olib sotamiz. Sig'ir boqamiz. Bo'g'oz etib sotamiz. Bular endi hammasi o'kitcha, qurolliqqa tayyorlanadi. Qurolliqqa tayyorlanib turibdi bular. Hammasi dish buzgan. Dish buzgan. Dish buzgan degani yoshdan o'tgan. Yoshdan o'tgan, o'zi qurolliqqa tayyor. Qurolliqqa tayyor. Onda bir qo'chqar o'zaysiz ketib qo'chqar o'zaymiz bir. Nati ko'pmiz. Onamani uyida yo'q buni. Endi mollar isku. Qo'raxonasini konsertni qo'yib qo'yadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Harmon? Hozir onda bir kichkina mol bor ekan. U boshqa birovnikiga o'xshaydi. Yo'q, qurolliq chaqib beradi, bu qosaki mol u. O'zimiz mesni. Uni eldimdan tushirib berasan bir necha kilo shu kichkina? Kichkina bir 240 kilo, 230 kilodan og'irgalar. Go'shi. Живой bir 450-500 kilo. O'zi rengidan farq etadi ekan. O'zi molni Sibiriyada turgan ko'rmadim buni. Bu molni diniqligini qarang. Bundaqa kuru so'm bu, foiz kuchli beradi. Zo'ri. Challoqdan bir yo'ntirilib, bular ana unday her haftada bir gün 2 gün yuviladi. Shu Navoiy suv solinadi, shampunlab, sig'irlab bo'lsa, o'kitchalar bo'lsa yuviladi. O'zi tushib yuvilaverami u? Yo'q.
Bana çıkarıp baylıydı üstüne çelekte su koyup Ha. şampulab yuviladı. Aparatur taboyun bulara. Moke deyim. Ünlü nesi ham bo'ladi, bizada shunday sharoit. O'zi hozir firma ochaman deydigan odam minimal necha so'm bilan boshlaydi? Boshlasa bo'ladi. 2 yildan beri shug'ullanasiz? Men ish qilib akam yonida kichkina vaqtimdan beri shug'ullanaman. O'sha davrlardan beri. Ava, ish qilib 2-klassmi, 4-klassmi. Esimda o'sha damlar o'zi uchar gilamlar degan she'riyatlar bo'lgan vaqtlar. O 8-9-klassga vaqtda o'sha mol olib, mol sotib shu vajda shu. Hozir primerni necha so'm bilan boshlasa bo'ladi? Endi har xili, endi mol boqib sotaman deb firma kursam bo'ladi. Obrotuna qaraydi 500-600 million bilan boshlasa bo'ladi. Firmasi bo'lsa, Bo'lsa ava. Firmasi yo'q bo'lsa bir 2 milliard pul kerak bo'ladimi? firmani o'zi 100 ming dollar atrofi. Ava. Oshi limuzin. Azaldan limuzinni ko'rsatamiz ava. Bu simental paroda argi limuzin. Simental, gollandskiy deydi. Men shu gollandskiy bunaqa ko'p sut beradi deradi. Ha, u galashtin bo'ladi paroda. U kuru sutyon olish bo'ladi. Bu yerda sig'iri bor ko'rsataman. Buna o sig'ir bu? Bu simental. Ishlarni anasi. Hammasini. Yo'q, ishininni ava. Aha. Ishininni. Ina bunda Bolasi bu. avvalgi bolasi. Buncha oylik bu ishi. Ishi 5 oy bo'lgan bunga. Puluncha so'm ishini ina. Bu ana bola ikkisi 53 million. 53 million. 15 idi suti bu anasini. 3-bolasi ishi. Ichindagi hali bo'g'oz bo'lmadi bu. Bu rasmiy ozitdi bu. Bu issida hali endi yemaydi-ku, endi issida oriqlaydi-ku, havom qizib turibdi-ku. Hozir nechani doğadı bu o'zi umumiy. Sharoiti yaxshi bo'lsa, mol 15 chal doğar. 15 doğadı. Ava. O'sha u doğa bergan sayin go'sht yomonlashib boraveradi. Yo'q, yomonlashmaydi. Misol 15 Hammaga, mena qarang, hammaga tarbiyasida bo'ladi molni. tarbiyasini ham Yeminda bo'ladi ava. Bunga churik vaz bermasligingiz kerak. Mazali yem bersangiz bo'ladi. go'shtni sifati shundan bo'ladi. Ava go'shti. Qurumiga pamoy bersangiz, bu so'yganda quruq pamoy chiqadi. Bunga qur yaxshi vaz berish kerak. Sig'irni suti nito, o'kitchani sig'irni go'shti nito bo'ladi, o'kitchani zo'r oldi beradi-ku. Endi ava sig'irni salnarak bo'lishi mumkin, sarimtirrak bo'lishi mumkin. Bu masalan, misol ko'p odam o'kitchiga semirtish uchun yem beradi. Sig'ira sut bersa bo'ldi deb po'chak beradi. Ava u gap. Shundan ham bo'ladimi? Undan ham bo'ladi ava. Sig'ir ham yem bersangiz beradi. Bermasangiz neydi beradi? Bolasi 5 oylik. Az bolasini o'zini 20 million oladi az bunu. Bolasi ham apay qiyla ekan bu. Bolasi ham ertangi sig'ir bo'ladi. Sig'ir bo'ladi. Bu necha yildan keyin doğadı bu misol? Uji bu 5 oylik bo'lsa, uji 1 yoshidan o'tib 18 oy, 1,5 yosh vaqtida bu qilib Bular ham qo'yadi. 12 oyda 1 yosh. Ava, 12 oyda 1 yosh bo'ladi. Lekin yana bir 5-6 oy o'tirib turib 1,5 yosh vaqtida qo'yish kerak. İşi lazım. Bular 24-18 oylik mi bular? Ava. İşi malını baksa işinin bulam 18 ayda? Ava? Yo'q, bu mal 2 yillik maldan bu. 24 oy. Ber tip misol yaklaşıp geladi ekan. Ava, o'zi ish maldan baksangiz, 1 yil baksangiz, hozir joy 200 kilo kelsa, 500 kilo keladi da. Bular gününe 1 kilo, 1,5 kilo samiradi. Hozir issida. Yemina issida. Ava. Ko'proq. Qishda ko'proq. Benladam saman, yem, Ava silos basamiz har yil. silos yana gömüp ko'yamizmi? Ava ya. Navdaradi uni. Makka. Makka. Doriga o'xshatib. Ava ana shu usti sal tushiradi, betonni o'ttirib gömdirib qo'yamiz. Uni traktorda dab keladi-da. Shu Qo'shko'pirda Jo'ram firmasida ko'radim bunu. Bu yerda yana simental paroda sig'illar. Voh, bu mol din ekan bu ish. Maşallah. Bu şu hozir yelini sutmi buni? Ava sutishi. Nechun bular bu yanda? Bular bo'sh yurtida. Oyoq ochib. Oyoq ochib. Avgi sig'iram chiqib yuradi. Bir issi bona unchalik kechasini chiqaramizdan beri. Yine ya galashtenda turadi chiqsiz. Gollandskiy. Ko'z gollandskiy degan shu. Onu sevib qo'shay bo'ladi ekan baribir. Uni pulab qo'shay bu parodasidan ham bor. Demang titrayapti bu. Bu nozik etomiddan bu sutyon olish-ku. Ya ko'p sut beradi. Ba'zi peshobotlarga o'xshatdim buni. Chopur tushib qishqirmayincha o'tmaydi. Oğlab madaniyati bor ekan, turdan turdi. Bu Galishten arg'i Simental. arg'ilan parodasidan. O'kizdan parodasi. Bu semirtirish uchun arg'indan baqish kerak. Uni bolasam xadavoy, uni
Nesem sığıram Xadovoyda. Bazar Bize bahası- şarayete zor. Bazar bahası misal hemmesi 61 ming so'mdan hesaplanamı kilosu? Yok, sığırnikini kilo hesaplamaydı ki adam. Kaçarnikini hesaplaydı. Yok, kaçarını hemen galıştığını, başkası Yok. laboratari. Simental iş kılıp farkı var 5-10 milyon fark eder. Bu 30 milyonluk mal olsa bu 20 milyonluk bulan. Ya limuzin. Bırak. Bu limuzini. Bunu girip görsek yan bulan yine. Bu neçe metrelik çıkardı bu uzun? Uzinini ölçek görmeyemizdik. Yakay. İtemez ki bu. Değmiydi mi var değmiydi. Gir. Bekleyecek mi akı? Şişede durası iş geldi. Ha boş ekan bu lekin. Hava boş yürü. Uzun ekan lekin resmi. Bir yıl oldu mu? 12 aylık mı Alıngan. bu? He? 12 aylık mı şu? Yok. Bu iki diş bızgan mı? 2 yıl bu andan mı? O bir şey doğulganla. Ben ağanıma 1 yıl oldu da. 11 ay dolup 12. ay. Bunu semirtip satmaka baktık mı? Ava. Semerterim. 11 aydan neçe kilo bes aladı? 11 ayda bu 500 kilo giyin. Az ölçeseniz 800 kilodan ağır geledi şu. 300. 300 kilodan ziyadda 330. Şundan 800. Şu vaxtda 500 kilo mu 510 kilo geldi. 50 milyona yakın bunun pulu. Az bu 50 milyondan ziyad boş geldi. Bu limuzindeki Juvoyvesi 75 bin 80 bin arasında yürüydü. Özü bazardan ham bilediler bunu. Çünkü kem yani. Çünkü Bunda faiz köp veredi bu. Ha. Kuru son bunda. Çünkü at yok da. Ha. Musur kese yok. Avana ölmeyin, kanı, asılı bet kanı yok. Biz ay tutku tereng. Teren ama. Bu çota hiç ayakını net durmanda Yok. kinalada Şimdi bərbi yatsırıydı ku, adam içana girse bərbi, Ha çocuğa girse danıydı. çocuğa girse danıydı ku Bak bu bərbi. adam onu da etmiydi. Bərbi köpçülük bop gelse korkadı da, şok açıyor. Sen o bir yem kalan al. Götürüp. Şunda ortaça sizdeki mallarını arzanı çesom, kımmatını çesom hazır. Sığırlara gelən olsak, en arzanı 26 milyonluk var. Yani bir tane kalış dendiğe 20 milyonluk 20 var. milyon. Kronaka En gitti da onu. Yok, kırvallıka gete da onu 45 milyonla 52 Ya milyon. bulan kronaka soy sapaladık o. Yok, ulan soyup bulmaydı axı. Diş biz var mı? Yok, ulan ucu nesil da ulan, onu ziyalab yok etip bulmaydı da onu. Özlerimiz bala alış gerek ondan. Ha yok tip özü şeriat boyunca mümkün. Lakin sizler adam gerçek yüzesinden köpeytiriş yüzesinden satıyorsunuz. Oo, yok alıp soymaydı da sığır malını köp adam alıp Soymaydı. soymaydı ama. Kaçar boza soyar. Kaçarlan in arzanı çesom, in kımmatını çesom. Ben de ökitçe kuru, ökitçe ayet gite Aa, en kurvallık arzanı- ondan ha. En arzanı 45 milyon, en kımmatı 52 milyon. 45 Tereziye 65 milyon somdan kaytıp verəm. 65 milyon sonra. Bir de sallahana yok. Sallahana sel arrakta var. 2 kilometre arrakda kilometre. var. Hava. Bir de gelişediler, halasa juvo ile aladı, tereziye ölçep da. Hava. Dikine. Halasa. Libo ile kompüter terezi bak o. Hava. 65 milyon somdan. Yok ayakında sodalaşaman dese 45 milyondan 52 milyona çalıp bak aytamız. Bu dese Onun içinde 10 tane ökütçe var. ikisi. Hava. Şöyle Roşanbek nömerini kaldıramız. Kime mal kızık bolsa, telefon kısanızla çıraylı nakla kılıp berədilər. Kronayıcıdan əlaqədə bir skitkəsi boladı. Bola da var. O Allah 65 binden 65 binden veremiz ya 45 bol deyip 45'e veremiz. 52'de bak aytkan bana kayıtıp gelişip veremiz. Çıraylı berədilər. Hava. Səssəm kətdə rəhmət. Yaxşı. Salamat olun. Yaxşı sıçra bırakmayın. Gitti. Yaxşı gündə də görüşəlim. İlahi. Aytkan.